Bu yolg'onchi dunyoga sizu biz bor yo'g'i 5 kunlik mehmonmiz. Ana shu yolg'onchi dunyoda insonning 2 donagina chin do'sti bo'lar ekan. Bittasi Alloh bo'lsa, ikkinchisi sizu bizni yorug' dunyoga keltirgan zotlar, onaizorlarimiz. Alloh sizu bizni ruhimizga parvona bo'ladi. Onalarimiz-chi? Onalarimiz hali tug'ilmasimizdan to o'zlari qabrga ketgunlaricha boshimizda parvonalar. Ilohim, o'tganlarini Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Borlarini, umrlarini ziyoda qilsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda qo'llarini duoga ochib turganliklarini ko'rish sizu bizga ko'p yillarga nasib etsin. Oqibat degan bir gap bor dunyoda. Lekin oqibat bilan oqibatni ham farqi bo'lar ekan. Ona farzandiga beminnat oqibat qilar ekan. Farzandim mendan keyin qolsin, uni bo'ssin deb oqibat qilar ekan. Lekin farzandning oqibati omonat oqibat bo'lar ekan, minnatli oqibat bo'lar ekan. Bugun bor, ertaga ko'ramanmi, yo'qmi, keyin dushikki og'iz yaxshi gapimni ayamay deb oqibat qilar ekanmiz. Bugun kelib erta ketguvchi mehmonga qilganday oqibat qilar ekanmiz. Agar so'zlarim dilingizga og'ir botgan bo'lsa, shu so'zlarning isbotini qabristonga borib ko'ring. Hattoki o'sha qabr toshlariga ham jimjimador qilib minnat bilan yozib qo'yilgan. Aziz farzandlaringizdan esdalik. Qarang, hattoki shu qabr toshini ham minnat bilan qo'yar ekanmiz. Uni biz qo'ydik deb qo'yar ekanmiz. Gohida shu chin do'stimizni ham qadriga yetamiz, gohida yo'q. Gohida yarim tunda uyimizga kelamiz, darvozani astagina ochib, hech kimga bildirmay kirib ketamiz deymiz. Lekin bizni kutib o'tirgan bedor onaizor bizni kelganimizni qadam tovushlarimizdan emas, yuraklari bilan sezadilar. Bir og'izgina so'z aytadilar. Bolam, keldingmi? Gohida shu bir og'iz so'z ham bizga og'ir botib ketadi. Ha, onajon, keldim. Yosh bolamasman-ku, uxlursiz bo'lmaydimi? Azizlar, o'sha onaizor mangu uxlab qolganlaridan keyin o'sha ona yotgan g'aribgina kulbani, g'aribgina derazasini tagidan 1000 marta u yoqqa o'ting, 1000 marta qaytib bu yoqqa o'ting, tongda o'ting, tunda o'ting, qayta o'sha nido eshitilmas ekan. Bolam, keldingmi? Qo'limizni to'ldirib to'ylar qilamiz, kazo-kazolarni chaqiramiz, oldiga borimiz ayamay to'kib sochamiz. Lekin ikkala ko'zimiz, ikkala qulog'imiz, qalbimiz, vujudimiz, borlig'imiz o'sha derazaga tikilgan bo'ladi. O'sha tanish chehra ko'rinarmikin? O'sha nido qayta eshitilarmikin? Bolam, keldingmi? Yillar o'tib, yana o'sha darvoza oldiga yarim tunda kelamiz. Berk darvoza oldida bir muddat to'xtab qolamiz. Sababi oddiygina. O'sha topganimizni qo'shqo'llab qo'liga tutqazganimiz farzandlarimiz ham, jonimizdan ortiq suyganimiz suyukli yorlarimiz ham onaizorchalik bizni yarim tunga qadar, tongga qadar kutib o'tirishga toqatlari yetmay uxlab qolar ekan. Ana o'shanda qalbimiz uyg'onib qoladi. Ana o'shanda vijdonimiz uyg'onib qoladi. Ana o'shanda o'sha qo'llari qadoq mehribonimizni sog'inib ketamiz. Keng dunyoda bittagina do'st topolmaganimda sizni yodlayman, onajon. Boshim kulfatlardan chiqmay qolganda sizni sog'inaman, onajon. Yomon kunlarimni ko'p ko'rdingiz. Yaxshi kunlarimni ham ko'rsangiz bo'lmasmidi, onajon? Derazamga qo'ngan kapalakni qanotlarini silayman. Xuddi sizni oppoq sochlaringizni silaganday. Ehtimol u sizning ruhingizdir. Tez kelib turing, meni qo'llab turing, onajon. Sizni ko'p sog'inaman. Dardlarim dilim kuydirar, ulfatim ko'nglim to'ldirar, g'animim kunda o'ldirar, onajonim kelmadingiz. Dardlarim dilim kuydirar, ulfatim ko'nglim to'ldirar, g'animim kunda o'ldirar, onajonim kelmadingiz. To'y qildim, dushmanim keldi, suymagan suyganim keldi. To'y qildim, dushmanim keldi,
Suymagan suyganim keldi, sog'inib yig'lagim keldi. Onajonim kelmadingiz, sog'inib yig'lagim keldi. Onajonim kelmadingiz. Tapolmadim sizdek sirdosh, dunyo ekan ko'p bag'ri tosh. Didor talab ko'zimda yosh, onajonim kelmadingiz.